Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar sarhisob bo'yicha matbuot anjumani o'tkazildi. Dinora Rahimova tafsilotlar bilan. Har qanday davlat taraqqiyotining zamirida samarali davlat boshqaruv tizimi turadi. Chunki bugun qabul qilinayotgan har bir qaror, belgilangan har bir vazifa va amalga oshirilayotgan har bir islohotlarning haqiqiy qiymati uning natijasi bilan o'lchanadi. Boshqaruv samaradorligi esa mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish, aniq maqsad belgilash, malakali kadrlar salohiyatini to'g'ri yo'naltirish va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga joriy etishni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar aynan shu tamoyillar asosida sarhisob qilindi. Matbuot anjumanida hududlarning iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, inson kapitalini rivojlantirish, istiqbolli kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish borasidagi muhim natijalar taqdim etildi. Bugungi kunda markazimiz tomonidan o'sha 6 oy davomida 2000 nafardan yuqori rahbar kadrlar tomonidan quyi, yuqori va o'rta bo'g'in rahbarlari o'tgan. Va bugungi kunda ularning o'sha faoliyati bilan bog'laganda bizda tavsiyalarimiz ularning ish faoliyatiga qanchalik ta'sir qilganligi va ularning faoliyatdagi samaradorligi oshganligini biz bevosita monitoring qilib boramiz. Va o'sha faoliyati davomida qanday kamchiliklar yoki ko'nikmalar kerak bo'lsa, yana qo'shimcha ularga tavsiyalar ishlab chiqamiz. Shuningdek, ikkinchi chorak yakunlari bo'yicha 113 ta respublika tashkilotining 435 nafar rahbar va rahbar o'rinbosari, 14 ta hudud hamda 208 ta tuman va shaharning 1329 nafar hokim o'rinbosari samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholangan. 421 nafar top 500 universitet bitiruvchisidan 74 nafari yuqori lavozimlarga tavsiya etilib, lavozim oshirilgan. Markazimizga kelgan rahbar kadrlarni asosan ularning o'sha obyektivkasi, qaysi lavozimda ishlashi yoki necha yil stajga ega emas, balki uning shaxsiy va kasbiy ko'nikmalarini baholagan holda, uning rivojlanish nuqtasini aniqlagan holda, uning salohiyatini namoyon qilish, intellektual salohiyati, psixologik barqarorligi, moslashuvchanligi, aholi bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalari, qaror qabul qilish ko'nikmalari, strategik fikrlash nuqtai nazaridan biz ularni o'sha bugungi kunda markaz tomonidan baholaymiz. Ularning o'sish nuqtalari, ya'ni shaxsiy rivojlanish rejalarini tuzib beramiz. Ma'lumot o'rnida markaz tomonidan istiqbolli kadrlarni xorijiy stajirovkalarga yuborish ishlari ham yangi bosqichga ko'tarilgan. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, boshqaruv samaradorligi bu faqat raqamlar va ko'rsatkichlar emas, balki aniq natija, malakali kadr va zamonaviy yondashuv uyg'unligidir.